Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun hozir skuterlar bilan tanishib o'tamiz. Hozir sotuvda skuterlarimiz bor, mana bu yerda benzinliklarimiz bor. Mana bu yerda shu kun yig'ilgan mana 2 koleslik skuterlarimiz bor. Bu yerda mana bu yerda o'zining savatchasi bo'ladi. Savatchasi qo'yilmagan. Savatchasi qo'yib beramiz. Boyag'i qilib taxlab beramiz. Uni komplektida bo'lsa tak o'zini bir kaskasi bo'ladi. Mana bu NFS kaliti bo'ladi. Kaliti, pulti hammasi ichida bo'ladi. Tak yoqib ko'rsamiz. Даже parkovkasi ham bor ekan. Mana bunaqa parkovkasi ham bor mana. Keyin zadniy ko'rsangiz, zadniy ham ishlar ekan. Ko'ch tezliklari, faralar ishlayapti. Mana bu gabariti. Mana bu birinchisi. Mana bu yerda chiroqlari bor ekan. Tak, поворотник необычный. Bu yerda ham bor. Bu yerda ham bor. Neobычный taxlanibdi. Signali bor. Orqa oldin jidkis tormozli qo'yilgan. Narxiga kelsak, buni narxini 5,5 million so'm kelishtirib beramiz. Onda X6 lar bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon orqali yetkazib berish xizmatlarimiz, ma'lumotni qayerga tushunmagan olgan bo'lsalaringiz, qayerga tushunmagan bo'lsalaringiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ma'lumot berib o'tamiz. Tushuntirib beramiz. Servis xizmatlarimiz bor, xudo xolasa. Kimga qanaqadir murabiy kerak bo'ladimi, skuter kerak bo'ladimi, velosiped kerak bo'ladimi, mana bunaqa usti yopiqli skuter kerak bo'ladimi, arzonroq kerak bo'ladimi, 1 tonnalik, 500 kiloluk qanaqasi kerak bo'lsa, hammasidan bor. Manzilimiz Buxoro viloyati Buxoro tumanida joylashgan. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Galosiyoda. Telefon nomeri qoldiramiz. Boshqa viloyatlarga lokatsiyasi ham bor. Mana bu.